Shahar juda ham isib ketdi. Issiqdan qochib issiqqa tutilganim uchun hamma ustimdan kulayotganda qaynotam shartta bizni tog'ga jo'natib yuborishga qaror qildilar. Ayollar krugi katta tayyorgarlik bilan yo'lga chiqayotgandik, to'siqni ko'rmay ustidan oshib o'tib ballonimni yorib qo'ydim. Lekin biz taslim bo'lmadik. Kech bo'lsa ham ballonni to'g'irlatib yo'lga tushdik. Mashina haydashni sog'inib kelgandim o'zi ukamdan mashina qarz olib rulga o'tirdim. Bilaman, ukam ichida meni qaytib ketishimni rosa ham istab qoldi, lekin meni dam olishim endigina boshlandi. Yorim ham telefonda gaplashganimizda yo'qligimiz unga ancha sezilayotganini aytdi. Ya'ni uyda hamma joy top-toza, tinch va tartibli turgan ekan. Shu gap uchun ham hali qaytish niyatim yo'q. Telefonda gaplashib turibmiz. Ishonsangiz uyda birga yashagan paytimiz ham bunchalik ko'p gaplashmasdik. Eski yigit qizlik davrimga qaytgandayman. Lekin bitta farqi, qo'limda bolam bor va o'sha yigitning uyida yashayman. Dachamizga joylashib olib, ertalab birga nonushta qilgani yo'l oldik. Oyjon men dam olgani kelgan deb juda ham avaylayapti. Baribir hali sizlarga o'zimni yaxshi kelinligimni ham isbotlovchi kontentlar qo'yaman. Kelganimdan beri hali o'ylasam bitta ham ish qilmabman. Boradigan joylarim va yeydigan ovqatlarim rejasini tuzish bilan bandman. Agar bunday munosabat qilishaversa, Rimga qaytkim kelmay qolishi mumkin. Toshkent 3-kun meni kuzatganingiz uchun sizga katta rahmat.